Azamat aka, assalomu alaykum aka. Ana inshaalloh uyni pashti yarimi bo'lib qoldi mana. Sal bizni yerimiz bu tomoni pastroq edi, beton baland bo'ldi aka mana. No, mashalloh, inshaalloh yaxshi chiqyapti akajon. Rahmat sizga mana. هاشمی کامران ریخته مونده بودم اون بودم من اینجا خاکی حوض بیشتر ریخته بودم Sal fortishkasini kattaroq qo'ydik aka, mana bu uynikini. Bu bani dushlarniki sal o'sha sizga bergan razmeri. Bular sal katta bo'ldi. Bu yerda eshik deraza yo'q-ku, qorong'u bo'lmasin ichi. Shunga fortishkasini sal kattaroq qildik aka. Inshaalloh mana. Bu mana bu chiqishda bu yoqda kalidor bo'lyapti mana. Mana bu kalidor bu. Kalidorda mana ikkita nima qo'ydik. Korotchi bitta bu yerda yana o'zgarish bo'ldi. Bu yoqda ham bitta dushga kirish kerak edi. Dushnikini bu yer ichkaridan uyga berdik. Bu yerda mana dushga bo'lyapti yana kalidordan. Nechta 4 ta 6 ta eshik bo'lish kerak edi kalidorda. Bittasini korotchi ichkaridan berdik mana. Bu uyga отдельно dushi bo'ldi mana. Hali bunisini перегородкасini yopmagan mana. Korotchi. Mana bu yerda ham deraza yo'qligi uchun fortishkasini kattaroq qo'ydik aka. Qorong'u bo'lmasin deb. Atak inshaalloh hammasi plandagidek ketyapti aka. Bismillah. Yana xudo xolasa oldi chiqsa yana bitta video qilib tashlayman sizga akajon, xudo xolasa. Oldilarini ham alqishlarini ursinlar.